opa qarang, jiyanlarimni bo'lib ketganini, uy joylarini, dasturxonlarini endi bizani chaqirib maqtanganda-ya bu. Ko'z qilyapti-da, ko'z qilyapti. Shuni ayting, qilishdan boshqa gap emas bu. Endi hozir bular birin-ketin kelib endi mulozamat qilishadi bizaga. Endi ovqatini olib keladi, maqtanadi. Voy mana bunaqa qo'y go'shtli sho'rva deydi. Shuni ayting. Norin deydi, ustida qazisi bor deydi. Shu dey, bularni ishi. Hammasini ko'z qilishdi. Jimin kelyapti. Hammalarim xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Voy kelaqa. Barakator, olib Yaxshi topganingni olib kelur bu. Kamchilikda yo'qmi? Yo'q, yaxshi o'tirib. Yaxshi o'tiringlar. Yaxshi o'tiramiz. Voy, rahmatli akam borlardi. Bu uylarda qanaqa mehmonlar bo'lardi o'zi. Shuni ayting. Har haftada 15 kunda mehmon qilib chaqirardilar. Ular endi oyda, yilda bir esiga tushib qolsa chaqiradi, qo'yadi. Undan boshqa paytda chaqirib esiga ham kelmaydi. Bular hammasi xotinim deb ketgan, bola chaqam deb ketgan. Hammalarini eslamaydi ham bular. Otamdan qolgan yodgorlarim, o'zim mammajonlarim olinglar, omad tilayman hamma. Ha, oling, yoningizga qo'ying, olishib o'tiringlar. Hozir 5 minut toqat suzamanmi? Menga qara, sening ikkalovini xotini ko'rinmaydi. Shu urishib ketib qoldimikan? Ikkitoki uka yurdi kapali, xotini bo'lsa bunaqa qila olmas edi bular. Yo'q. Shuni ayting, opa, shuni ayting. Bular xotini bo'lsa bunaqa girdi gapalik bo'lmas edi. Bizani ustozada hayronman nimaga bunaqa qilishyapti. Hammajonlarim, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ukam bilan birga surprizimiz bor edi. Mana shu sizga. Voy opa, bizaga jiyanlarimiz umraga yo'llanma beribdi, qarang. Voy, baraka topsin jiyanlarim, tan joni sog' bo'lsin. Okamning ruhlari shod bo'lsin. Opa, biza jiyanlarimiz to'g'risida noto'g'ri fikrda ekan biza-ya. Alloh bizani kechirsin. Uyman